qarz olsang shunaqa yurasan. Voy, beraman, o'sha qarzmi? Ha, bashiringga otib yuborsam bo'ladimi o'sha pulingni? Bo'ldi, kech payt gaplashibsan bilan. Xalas. Keldingizmi? Qara, senga gul topolmadim, ildiz olib keldim. Ani qarz berib turadigan o'rtoqlaringiz bormi? Hop. Sizga bir qarz bo'lib berib turarmidim. Nima, bo'yimdan olyapsan sen meni? Tisholdimga. Kabluk kiysam ko'rinmay qolasiz. Voy, mana yoqqa yurginsan bola. Yur. Yur. Ha, hop, yur. Xohlasan, qabul mendan. Qarzingni qachon berasan? Bo'ldi, beraman. Plazma ishtoq qizim oldi, sharmanda qilma. Bor mahallaga. Tezroq borgin. Qimmat ku. Ikkita hayt. Ikkita hayga qilib bering, yoki Ichiga nima solib berish kerak, aka? o'zi yomon ko'radani. Qop nima solib berish kerak, aka? Quruq nonni o'zini bering. Qachongacha biz mana shunday qurun yeb yuraveramiz? Odamlarga o'xshab normal ishlaysiz bo'lmaydimi? Mana nima qolma. Planim bor meni. Qanaqa? Tren taksi degan ilova ochilgan, yangi. Trend nima? O'chira ovozingni, tren taksi. 5-dan start beriladi unga. Sovg'alari, driverlarga ham, mijozlarga ham vaqt ko'p, tushundingmi? Glavniy prizlardan bittasi Turkiyaga sayohat. 6 oyda bir marta. Sen bilan chiqing. Ha, rostdan. Maza bo'ladi, jonim. Borib u yoqda qarz quruz qilib hech kim tanimaydi o'zini. Boring. Eshit, oxirigacha eshit. 1 yilda bir marta Cobalt yutib olishimiz mumkin. U ham aktiv mijoz bo'ladigan bo'lsa, mana menda o'sha aktiv mijoz, Men kimpravaga o'qiyman-da o'sha ko'pda maza qilib haydab yuraman, o'rtoqlarimga maqtanib. Mana o'rtoqlaringga maqtanib haydab yurasan. Tushundingmi? Shuncha qarzlarim bor. Cobalt sotaman, qarzimga olib boraman. O'shaning uchun ham seni bo'ying o'smaydi-da, kalta. Hay que zarar, botam, botam, kravyo.